Asalim, aytgan narsangni olib keldim. Voy, oyi, siz bu yerda nima qilyapsiz? Xotinim qani? Kiryapti, pardani yuzdiribman. Kech bo'lganda, O'g'ri tomon bo'ldingizmi endi xotiningizga qo'shilib. Shashliklar kelib qoldi bu xotiningiz, ha? Kallang qursin. Sut berganlari ekandi. Qo'ni qo'shlar nima deydi? Ana, deyapti. Ko'rdingizmi o'g'lingizni qilgan ishini kimga o'xshagan chiqdi bu bilmayman. Ko'rtirma. Ha, shashigi darvozadan sig'may qoldimi? Ha, shu yerda eshik ochib bera qoling. Bemalol kirib chiqib yurasanlar. Ha, shu shashning oldiga bitta qo'shib olsang o'lasanmi ota-onangga? Hammasiga saybdorsan. Keyin aybdor hammasiga, xo'pmi? Yer tuylantirgan mahmomon o'sani. Seyidim qani? Bor do'konga Seyidga chiqqan. oyi. Voy, mengami? Ha, yaxshi ko'rgan marujnik bu. Yo'q, hali dini qo'yib qo'ying, erib ketadi bo'lsam, keliningizga olganmi? Express, bor do'konga. Onasi mana so'ragan narsa. Bilib qolishga ozgina qoldi. Qolgan narsa olib kelmadingizmi? Allohni qilmay, mana onasi. Adasi shu yilda men bir marta ham qo'lga tushib qolmagansiz. Bu yoshda qatdan ham biladi. Mani 30 yillik tajribam bor-ku. Uyga berkitib olib kirish bo'yicha.